oylik 3 million. Xarajat cheksiz. Qolmadi. Toshkentda metan narxi 5200 so'm, ayrim joylarda hatto 5500 so'mga chiqdi. Har kuni oila tebratayotgan haydovchilarga bu qanday adolat? Yashirin radarlar esa tinmay ishlayapti. Har oy bir necha jarima. Nega xalqni faqat kuzatish, jarima qilish bilan eslaysizlar? Odamlar 3-4 million so'm oylikka ishlab, ham gaz, ham benzin, ham jarimalarni to'lashga majbur. Bu qachongacha davom etadi? Har safar xarajat oshadi, tarif esa o'sha. Menimcha o'lgunimizcha narx-navo o'sishi to'xtamaydi. Chunki masalan men yosh bolaligimda benzin 20 so'm edi, adashmasam. 20 so'm, 25 so'm, o'sha 5 so'm, 2 so'm, 3 so'm bo'lib ko'tarilganda, o'sha 75 so'm, 80 so'mga chiqqanda 100 so'm bo'lsa hech kim moshina minmasa kerak deyilgandi. Mana shu gaplarni eshitganman. 100 so'mga ham chiqdi, 125 so'm, 150 so'm, 200 so'mga chiqqanda ham minerdi. Hozir mana 11 ming, 12 mingligida ham benzin olib minilyapti. To'xtamaydi bu, narx-navo hech qachon tushmaydi. Ko'tariladiki, tushmaydi. Endi faqat Allohdan, Alloh insof berib, bir xalq maza qilsin deb orzullatmasa, hech qachon narx-navo arzonlamaydi. Xalq qiynalib yashayveradi. Boyi yonidan, kambag'allar jonidan ketadi deydi-ku. Alloh hammaga insof bersin. Allohdan so'raymiz, yaxshi kunlar hali oldinda Xudo xolasa, yaxshi ham bo'lib ketadi Xudo xolasa. Shunisiga ham shukr deb yashashda davom etamiz. Alloh o'zi qo'llasin.